Emomali Rahmon 1952-yilda Ko'lob viloyatining Dang'ara tumani Dang'ara shaharchasida tavallud topgan. 1977-1982-yillarda Tojikiston davlat universitetining iqtisod fakultetida o'qigan. Shundan so'ng Dang'ara shaharchasida turli vazifalarda ishlaydi. 1988-yilda Dang'ara tumanidagi Lenin nomli sovxozga direktor etib tayinlanadi va 1992-yilning noyabr oyigacha shu vazifada ishlaydi. 1992-yilda Tojikiston Oliy kengashiga deputat etib saylanadi. 1992-yilda Tojikistonda bo'lib o'tgan fuqarolar urushi davrida u ma'lum muddat Ko'lob viloyatini boshqaradi. 1992-yilning noyabr oyida Xo'jandda o'tkazilgan Tojikiston Oliy kengashining shoshilinch sessiyasida u Tojikiston Oliy kengashining raisi etib saylanadi. 1994-yilda Tojikistonda prezident saylovi o'tkazilishi belgilandi. Emomali Rahmon bu saylovda o'z nomzodini qo'ydi va 58.7% ovozi bilan xo'jandlik raqibi Abdumalik Abdullajonovni yengib mamlakatning yangi prezidenti etib saylanadi. Emomali Rahmon 1999 va 2006-yillardagi prezident saylovida ham ko'pchilik ovoz bilan prezidentlikka qayta saylangan. 1999-yilning sentyabr oyida u Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasida 1 yilga rais o'rinbosari etib saylanadi. 2015-yilda u Tojikiston Milliy birlik raisi va millat rahnamosi deb e'lon qilinadi. Emomali Rahmonning oilasi serfarzand oila hisoblanadi. Uning 1 o'g'il va 7 qizi bor.